raqami yoki chet elda ham bormikin? Tojikistonda ham bormikin? Lekin chunki bilaman Qirg'izistonda yo'q. Aralashmaydi, ikkinchisi bo'lsa eshituv anaqa qilmaydi. Chunki qirg'izlar bilan man ishlab ko'rganman. Hayotda nimalar bo'lmaydi deysiz? Da, shunaqa lekin. Donatorlar hammasi chet elda-da. Nega? O'zbekistonda ham donatorlar bor. Yo'q deysizmi? O'zbekistonda ham donatorlar bor-ku. Faqat o'zbekni qo'lida cho'p bo'ladi. Misra aka, Marjon opa, assalomu alaykum, qalaysiz? Kim edi? Saritsa. Bitta Saritsani tanladim. Ikkinchi Saritsa kim bo'lishi mumkin ekan? Hamma. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? O'zbekistonda nima deydi? Men bironta qiziqarli видеошman, lekin masalan endi bilmadim. Aqllilik qilib nima qilaman, to'g'rimi? Mendan battar aqllilar to'lib yotibdi. Begu aqlliga to'la, hayot aqlliga to'la. Men kamidim bitta. Siz O'zbekistonda bormi donatriz? O'zbekistonda donatormi? O'zbekistonda ilk padarka tashlaganlar bormi? Men Rossiyada yurganman. O'zbekistonga kelganimga aytaymi, bir haftami bo'ldi. Lekin to'g'risini aytaman, O'zbekistondami u inson bittasi bilaman, Rossiyada, Petrda. Bittasini yana kim bor ekan? Padarka tashlaganlar hammasini bilmayman. Qayerdan aka, kimsiz, ismingiz kim deb so'raydigan odatim yo'q. Yolvoraman, qaytma. Endi har kim masalan kelgan ketgan odam, aka qayerdansiz, kimsiz, yaxshimisiz? Endi sizlar so'raysizlar, chunki meni ko'rib turibsizlar. Men sizlarni ko'rganim yo'q. O'shada 99% dan chetda. Da, shunaqa. Yo'q, 99 demaylik, может 92%dir, 90%dir. Men normal donatorlarni bilaman O'zbekistonda. Bittasi Ohangaronda ko'rgandim. Metropolitenasini. Ikkitasini Toshkent. Yana qolganini bilmayman. Hamma donatorlarni bilmayman-ku. Hamma donatorga burnimni suqib chiqmayman. Bilaman. Bu nagli osilish bo'ladi-da. Mana sizda o'zingizdan donatriz bormi? Faqat sizga donator qiladimi? Yo'q. Endi bitta donator bilan gaplashsizmi? Men bilmadim. G'alati emasmi? Men unga hech kimga podarka shu qo'shiqman tilimga bormishdi. Boya anaqada eshitib qolgandim. Mashinada. So'zi ham cho'yaman. Rahmat aka, layklar uchun. Mana o'shalarga donat qilaman faqat. Kimga? Iminnakim.
Manade. Jo'nik, do'stim qalaysiz? Siz yaxshimi? O'shalarga da'vat qilaman. Kimlarga? Kimga da'vatli qilsizlarmi aka?